Shoshilma, kevur. Kevur, shoshilma. Ha, ketdik. Yana bitta. Ha. Молодец. Tepadan qidir endi. Ha, qidir. Qidir. Ber. Men nima qilay? Meni aybim nima? Nima qilay? Meni aybim nima? Meni ham baxtli bo'lishga haqqim bor-ku. Meni ham baxtli bo'lishga haqqim. Nega hamma qatori yashay olmayman? Nega hamma qatori? Nega hamma ayollar qatori farzandli Nega bo'lib hamma ayollar o'z bolamni parvarish qila olmayman? O'z bolamni parvarishlolmayman. Tilab olganimni ham ko'p ko'ryapsanmi menga? Yo Tangrim. Tilab olganimni ham ko'p ko'ryapsanmi menga? Yo Tangrim. Stop. Qo'limdan kelgan oddiy ishga kirib bir umr ishlasam. Balki bu qarzlarimdan qutula olmagan bo'lardim. Men sizlar tufayli hamma qarzlarimdan qutuldim. Hozir hammasi joyida. Abbos akamga nonko'rlik qildim. Shayton yo'ldan urdi. Iltimos meni kechiringlar. Oydin, ko'zing ochilgan bo'lsa yaxshi. Endi ket. Men uchun ham bir yaxshilik qil. Bundan keyin qaytib ko'zim ko'rinma. Yana bir gap Sumbula, yana bir gap. Sumbulaning gapi bu. Yana bir gap. Men sizlarga bola tug'ib berishim kerak edi. Lekin qo'limdan kelmadi. Bola nobud bo'ldi. Oldingizda qarzdorman. Agar qarzimdan qutulish uchun nimadir qila olsam, sizlarga qandaydir yordam bera olsam, bemalol aytinglar. Men bu gapni chin yurakdan aytyapman. Qila olasan, Oydin. Atrofimizda va bizga tegishli odamlar atrofida umuman o'ralashma. Bu menga qilgan eng katta yaxshiliging bo'ladi. Oydin ketdi. Epizod qaytarildi. Temirga ke. Oydin o'sha yoqqa ket. U yoqqa ketsa oxirgi gap. Ha. Eringga ketasan. Eringga ketding. Qarab tur. Qara, o'giril. O'zdagi boya epizoddan bir xil ko'p oxiri. Stop, молодец. Aka mana chiqib keting. Ali. Tayyormiz? Hozir qol aka. Ayol kishi. Erkak kishi. Ha. Erkak kishimga qilmay, ayol kishimga. Olamiz. Tayyormiz. Assalomu alaykum. Motor. Bobur aka chaproq. Kamera motoringiz bo'ladimi? Nech? 50 ga 1. 50 ga 4. Nachilik? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Nima qilgan? Sumbula, bu yosh bolamisan? Sumbula yosh bolamisan sen? Nega meni ogohlantirmaysan? Nega meni ogohlantirmasdan ketib qolding? Ammamga qo'ng'iroq qildim. Ammamga Menga qo'ng'iroq qo'ng'iroq qildi. Ular ham xavotir olib qoldilar. Ular ham xavotir olyapti. Uydagilar Otam xavotir olyapti. Nega yo'q joydan momo chiqaryapsan? Tushunmadim. Nega sen yo'q joydan momo chiqaryapsan? Nima? Siz men bilan urush qilgan keldingizmi? Nima siz men bilan urush qilgani Nima keldingizmi? sen qilgan ishlaring uchun rahmat aytishim kerakmi? Sen shu qilgan ishlaring uchun rahmat aytishim kerakmi? O'zi kimdan so'rab uydan chiqib ketding? O'zi kimdan uydan so'rab chiqding? Na meni ogohlantirgansan. Na meni Na ogohlantirgansan. qo'ng'iroqqa javob berasan. Na qo'ng'irog'imga javob bermaysan. Sen haddingni oshib ketmadingmi? Sen haddingni oshib ketmadingmi? Hech bo'lmasa oyimga aytib ketsang Hech bo'ladi. bo'lmasa oyimga aytib ketsang bo'lardi-ku. Nega? Nega? Nega aytishim kerak? Nega aytishim kerak? Nima ular meni qaynonammidilar? Nima ular meni qaynonammi? Yoki siz meni erimmisiz? Yoki siz meni erimisiz? Menga qarang. Siz kimsiz o'zingiz nima qilasiz? O'zi siz kimsiz? Ha? Abbos hayot bilan qarab qoldi 50 ga 4. Sen nima deyapsan? Sen nimalar deyapsan? Ha, nima? Noto'g'rimi? Menga yerlik qilib qo'ygan joyingiz bormi? Noto'g'rimi? Yoki menga yerlik qilib qo'ygan joyingiz Sen bormi? o'sha uyga kelin bo'lib yashayapsan. Shu bilan o'rab. Sen o'sha uyni kelini bo'lib yashayapsan. Hech qanaqa kelin emas bu. Hech qanaqa kelinmasman. Men uyda cho'ri bo'lib yashayapman. Men uyda cho'ri bo'lib yashayapman.
Tushundingizmi? Tushundingizmi? Ota-onam seni o'zlarini kelin deb bilishadi. Hey, ota-onam seni o'zlarini kelin deb biladi. Meni ota-onangiz bilan ishim yo'q. Meni o'tiringiz bilan ishim. Birgina savolimga javob bering. Birgina Siz savolimga menga javob bering. kimsiz o'zi? Siz menga o'zi kimsiz? Nega sizni jahlingizga, Nimaga sizni jahlingizga, qosh qovog'ingizga qarashim kerak? A? tushunmay qoldim. Nega tushunmay qoldim? Bu kelish Men tushunmay qoldim. Chalu. Ketdik. Men tushunmay nega qoldim. sizni jahlingizga, qosh qovog'ingizga qarab yashashim kerak. Kirvosin bemalol hozir yana boshlanadi. Boshlanmaydi, day. Davay. Nega sizni jahlingizga? Nimaga sizni jahlingizga, Qosh qosh qovog'ingizga qovog'ingizga qarab yashashim Bu kerak? kelishuv o'zi sizga kerakmi yoki mengami? Bu kelishuv sizga kerakmidi, mengami? Indamasam istaganingizcha haqorat qilasiz. Istamasam, Istaganingizcha haqorat qilasiz. ketdi. Indamasam, istaganingizcha haqorat qilasiz. Qachon qaraman qovog'ingiz solingan. Qachon qaraman, qachon qaram. Ey! Ketdik. Xalaq bermanglar. Sal oldinroqdan ketamizmi? Ketdik. Bu kelishuv sizga kerakmi yoki mengami? Bu kelishuv sizga kerakmi, mengami? Indamasam istaganingizcha haqorat qilasiz. Indamasam, istaganingizcha Qachon haqorat qaraman qilasiz. qovog'ingiz solingan. Qachon qaraman, qovog'ingiz solingan. O'zingizcha mendan norozisiz. Yana o'zingizcha mendan norozisiz. O'tganda ham qaytganda ham tuzuk gap eshitmayman. O'tganda ham, qaytganda ham tuzukroq gap eshitmayman. Nega men sizni ko'nglingizni olishim kerak? Nimaga men sizni ko'nglingizni Siz olishim meni kerak? ko'nglimni olishingiz kerak. Siz meni ko'nglimni oling undan ko'ra. Abbos, haligi men keting bu yerdan deysiz. Keting bu yerdan. Subular, Sumbula. iltimos, chiqib keting deyapman sizga. Iltimos, chiqib keting deyapman sizga. Yaxshi. Yaxshi. Mayli, bugun shu yerda qola qol. O'sha yerda qola qol. Men ertaga kelaman. Men ertaga kelaman. O'shanda baxtli men hech qachon sizni uyingizga qaytmayman. Men hech qachon siz uyingizga qaytmayman. Tushundingizmi? Buni orzu ham qilmang. Buni orzuga ham qilmang. Kelishuvimiz buzildi. Kelishuvimiz esa buzildi. Kirib keting. Oy. Pulimi qaytardik. Shallaqa. U yoqdan yurib kel. 21 ga 30 kelyapti. Ha, keling. Namuncha kelishingiz qiyin bo'lib ketdi. Namuncha kelishingiz qiyin. Uzorolda edim, piyoda kelyapman-da. Voy qora botir, qop-qora tulporingiz qani? Qop-qora tulporingiz. Qanaqa qora botir? Men qora botir bo'lsam, nima sen oq ot mingan shahzodang bormidi? Voy, hazillashdi. Darrov boshlamang. Endi darrov. Nima shunchalik ham urushqoq bo'ladimi odam? Shunchalik ham urushqoq bo'ladi. Ataylab jahlimni chiqarsang, sen ajina. Mayli, Ali aka, meni eshiting. Bir muhim ishi bilan chaqirdim sizni. Nima gap, tinchlikmi? Bugun kechasi ko'chamizni boshiga kelib turishingiz kerak. Ko'chamiz boshida. Nima uydan qochmoqchimisan? Yo'q, men emas, opam qochadilar. Ularni shaharga olib borib qo'yishingiz kerak. Hazillashyapsanmi? Opang nega qochadi? Hazillashmayapman. Qochgan bolani yana akangizga qaytarib bermoqchi bo'lyaptilar. Shunga endi opam bilan olib qochib ketmoqchi. Hop, mashina qurib qolganmi? Nega aynan men borishim kerak? Qishloqda sizdan boshqa ishonchli tanishim yo'q. Opam mendan iltimos qildilar. Opam mendan Qo'ysangchi, ikkinchi marta ham men olib qochsam, dadang bilan pochchang aniq seni menga bermay qo'yishadi. Hozir shuni o'ylaydigan paytmi? Opamga yordam berish kerak deyapman sizga. Mayli guya, lekin hozir mashinam yo'q, akamga berganman. Hech narsa qilmaydi, kechqurun qaytarib olasiz. Omora, o'zi bugun berdim kalitni. Unda yaxshi, boshqa mashinasi bor, odam topaman. Unda yaxshi. Sizdan ana u Sarvardi raqami yo'qmidi? Sizda haligi Sarvardi Kirakash. Meni orqamdan gap otib, sizni uni siz urgan edingiz. Siz urgan. Dadan degan narsa bo'lashyapti. Kul san jahling chiqdi. Stop.